Assalomu alaykum. Anglayotganlar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 2003-yili 11-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq edir. Avtori Muhammad Osman. 14-bob. Shavvalning 15-kuni. Buzrukxon xo'janing qishiga ketgan Rehimjonning shu kemgacha kelmaganligi to'xti qatorliqlarni ansiratmoqda edi. Atush, Ağu, Arazil xalqi tepkini basıla etiladigan o'qdek buyruq kutib turvatadi. Muhim tayyorliqlar bitgan bo'lib, belgilangan muhlatda Buzrukxonga qaramasdan ishni boshlamay bo'lmaydi. Rehimjonning ketganiga bir oydan eshib ketgan bo'lsa-mu, biror uchur yo'q edi. Bu hol andisha paydo qilmay qolmaydi. Taqozolikqa oxir xotim berildi. 1857-yili Rozi Hiyitning 10-kuni Rehimjon qaytib keldi. Bu 4-oy edi. Rehimjon To'xti va kichik axunlar bilan ko'rishib, hol-ahvol so'rashgandan keyin uning ig'iz etishini kutmay, kichik axun taqozolik ilikida so'radi. "Aka, qani nima xabar bor? Yo'lingizga qarab ko'zimiz to'rt bo'lib ketdi." Rehimjon javob berish o'rniga balvag'ining bir uchiga tugilgan bir tugishni yeshib, bir parcha yalang qog'ozga yozilgan xatni elib, kichik axunga sundi. Kichik axun xatni ichib unlik o'qidi. Uningda mundaq yozilgan edi: "Atishliq dehqon qarindoshlarga yetib ma'lum bo'lsinki, sizlarning qilmoqchi bo'lgan savobliq ishlaringlardan xabar topdim. Mening qon to'kildigan ishga ra'yim yo'q edi. Biroq bel bağlığınızlar naiti uluq iş ekan. Sizlar Roziyetning 15-kuni Qashqar shahriga yo'shirninglar. Menmu oz to'la odamlarim bilan yetib borman. Orada miltiq ovozi anglanib, mening nomim bilan cho'qon ko'tarilgan hamon sizlarmu taraf-tarafdan ordini qorshab, mening nomimni tilga ilib, shuar to'lab o'q chiqaringlar. Shu orqali shaharni olamiz. Ondan xotirjam yuz ko'rishib, keyingi ishlarni maslahatlashimiz. Kamina Buzrukxondan Hijriya 1273-yil Ramazonning 15-kuni. Kichik axun bilan To'xti xatni ko'rib, ko'zlagan maqsadga yetgandek bo'ldi va shu an Hasan Turkka kishi avatdi. "Bugun Hiyitning nechinchi kuni?" so'radi To'xti kichik axundan. "Bugun..." Kichik axun birdam o'ylanib olgandan keyin javob berdi. 11. Bektilgan vaqtga 4 kunlik qapti. Odamlarni tashkillayli. Yetakchilari aniq bo'lsin. Dal 4-kuni kechasi hujum boshlanadi. Keladigan xabar kechikib ketgachga oldirab qoldigan bo'ldik. Yana nima gap bor? To'xti Rehimjondan so'radi. "Deb kelsam tugamaydi, ukam. Men Qashqardan chiqibla oldi bilan Valixon xo'jamni tepib, shu orqali Buzrukxon xo'janing dergini elish xiyolida Valixon xo'jamninkiga borsam bir yerga ketgan ekan. Buzrukxon xo'jamning turar joyini bilmagachga ilojsiz kutmay bo'lmadi. Bir kuni uning qaytib keldiganligini anglab, oldiga chiqdim. Menga qizg'in muomala qilib ahvol so'radi. Ondan uyga kirib ketib, necha soatdan keyin bir xizmatkorni chiqarib meni chaqirtibdi. Men hurmat yuzidan pastda qo'l bog'lab tursam, o'ltirishga ijozat berib so'radi. "Nima ish bilan kelding?" "Buzrukxon xo'jamni izlab kelgan." "Nima vajidan?" "Nihoyatda muhim, ham jiddiy bir ish bilan." "Buzrukxonni tanimsan?" "Yo'q. Undaqda ismini qabul qilishi notayin. Buzrukxonning turar joyini bildiganlar ko'p emas. Muhim ish bilan yiroqdan kelsan, men yordam qilay." "Rahmat, xo'jam. Uning qishiga odam mangduray. Maqsadni menga degin. Xabar kelguncha ta'xir qilib turg'in. Xabar kelganda seni o'zim yo'lga silib qo'yman." Men hammani aytdim. U bir mulozimni chaqirib, meni o'rlashtirib qo'yishni topiladi. Shuningdan e'tiboran Valixon xo'jamni ko'rmadim. Bir haftadan keyin biraylan "Xo'jam chaqirdi" deb uning huzuriga boshlab kirdi. U menga bu xatni berib, darhol qaytqin dedi. Necha kun karvonlarning mingishini saqlab, ming bir mushaqqat bilan amdi kelishim. Rehimjon boshdan kechirganlarini qisqacha so'zlab o'tdi. Xabarchi kelgandan keyin kishilar jiddiylashib qolgan bo'lsa-mu, kutiverib noiti taqozo bo'lg'achqamikin
oxirgi 4 kun to'limu asta ham surlik o'tayotgandek bilinadi. Hammaylar o'z tayyorligi bilan edi. Miltiq yetmaganlar kaltak, nayza, qilich degandek narsalar bilan qurollandi. Oxir kutgan kun yetib kelganda ballariga nonlarini tugib, bozorchi sifatida ilgari keyin minib, Qashqar shahriga kirib, Yomul atrofiga tarqab, kunni kech qildi. Qashqardek qo'yni keng shaharda 8-900 odamga hech kim diqqat qilib ketmaydi. Etika jamianing oldidimi, o'pekar tijoratchilar, olarman satarman, yiroq yaqin yizoq qishloqdan kelgan odamlar birer mingdan ishib ketadi. Bundaq ahvolda ming atrofidagi atush, og'u, arazilliqlar Qashqar shahriga singibla ketadi. Hech kimning diqqatini qo'zg'amaydi. Faqat qurollar oshkorlanmasa, boshqa chatoq chiqmaydi. Qurolning oz to'la oshkorinib qilishidanmi qo'rqish hojatsiz edi. Chunki ba'zilarini to'mirchilar so'qib, ovchilar bilan oshkora sodlashadi. Hatto ko'chalarda ko'tirib yuribmi satadi. Shundaqdimi, beparvolik bilan to'plashib ko'tirib yursa, albatta gumon paydo qilishi mumkin edi. E'tiqodda har oqshimi degudek er ayol, cho'ng kichik necha ming odam yig'ilib, toki yarim kechagacha bozor qiladi. Kechilik bozor shundoq qizib ketadiki, biror odamni tepish dengizdan yengni izlagandek ish edi. Mana bundaq afzal sharoit qo'zg'olonchilar uchun foydali edi. Qashqar ko'chalaridagi kechilik bozor oxirlashib, o'pagarlar do'konlarini taqadi. Rastalarda hech kim qolmadi. Bu chog'da qo'zg'olonchi qo'shin u yer bu yerda aram ilishvatadi. Yarim kechidan o'tganda hokim ordisining oldida "Yoshson Buzrukxon to'ra" degan shuarlar to'linib, qiqas cho'qonlar shahar osmonini zilzilaga keltirdi. Buni anglagan To'xti boshchiligidagi qo'shin yo'shiringan joyidan chiqib, u yerga yetib bordi. Arqa-arqadan etilayotgan o'qning ovozi butun shaharni uyg'otibdi. Taraf-tarafda itlar qavishib, to'qqilar chillashmoqda edi. Qashqar xalqi uzoqdan kutgan orzusi ijobat bo'lgandek ruhlanib qo'zg'olonchilarga qo'shildi. O'q ovozlari barg'ansiri ko'payib, sepil darvozalarining kuyishidan ko'tarilgan yolqin ko'kka o'rlamoqda edi. Kecha ekanligiga boqmay, shahar ko'chalari odamga to'ldi. Uyqudagi o'rda amaldorlari va chiriklar oduqqan holda to'shakdan oldirab qopib sirtqa yugurishdi. Atrof qo'zg'olonchilar bilan qo'rshalgan bo'lib, miltiq etilyotdi. Qarovullar ko'rinmaydi. Shu topda xabar ambal mahkamasi Manju qurolliq qismi bilan aloqalashgilimi bo'lmaydi. Fidokorlik ko'rsatgan yerlik chiriklarning jasadlari qo'zg'olonchilarning oyog'i ostida dasilib yotadi. Manjular aloqzoda bo'lib ketganlikdan Qashqar qo'rg'iniga aranla kirib oldi. Qutulib qolganlari nihoyatda oz sonda edi. Ko'pchiligi qo'rshovdan chiqib bo'lg'acha o'q tegib o'ldi. Valixon to'ra bemalol o'rdaga besib kirib, taxtdan o'rin oldi. O'rda qo'rg'ini ichidagi qechishga ulgurolmaganlar bilan qochqanlarning xotin bolalarini qir-chap qildirib hech kimni tirik qo'ymadi. U nihoyatda tadbirkorlik bilan o'z odamlarini muhim qovuqlarga pasibanlikqa avatib, shaharni to'liq egiladi. Agashma qo'shinlarga ayrim buyruq berib, tong otqucha shahardagi Manju ma'murlarini va savdogarlarni butunlay qirib tashladi. Tong etib olam yo'rg'andimi, nemishqidir o'zini oshkorlashga aldirab ketmadi. Kechilik qo'zg'olonga qatnashganlar ichida atush qo'shinlaridan boshqa joy-joylardan kelgan har tabaqadagi omma bor edi. Bularning hammasi uni Buzrukxon qiyos qilib, qaroqlarcha uning bayrog'i ostiga uyushdi. U nihoyatda chivarlik bilan ularning bir qo'shin tashkilladi. Bu qo'shin tarkibida piyoda va otliq askarlar bor edi. Qo'shin yana ayrim-ayrim qismlarga bo'lindi. Qismlarning bayroqlari bir-biridan farqlanadi. Har bir qismda 500 dan odam bo'lib, birdan pansat qo'ydi. Atush, og'u, arazil qo'shinlari ikki qismga bo'lindi. Buningga To'xti bilan Kichik Axun
pansatlıqqa tayinlendi. Qashqar fidoyilaridan tashkillangan qismga Hasan Turk pansat bo'ldi. Öpkördeki yezilar ve şehirlerden toplangan fidoyilarga Valixon To'ra chegirdan o'tganda agashtirib kelgan qirg'izlar ve o'z odamlari ichidan tanlab pansat qo'ydi. Lekin shu chaqcha Valixon To'ra o'zini oshkorlamadi. Bu ishlarning hammasini Valixon To'ra boshlab kelgan ishonchli notanish odamlar bejirdi. Qo'shin tashkillanib bo'lgandan keyin ordining oldiga ratlik tizildi. Aldi tarafga yo'g'on bir kat qo'yilib, ustiga zilchilar silinish orqali sahna yasaldi. Andin o'rindiqlar tizilib, beshiga salla o'rag'an, uchsiga baqsam to'n kiyib, bellarini chakan yog'liq bilan chikkan 10 necha odam ordidan chiqib, o'z salohiyati bo'yicha o'rin oldi. Ular orasida beshidagi ushluq kulasiga mallarang salla o'rib olgan, Anjan baqasamidan to'n kiyib, belini gilava yağlıqı bilan bağlab algan, seriq yüz, uzun iğnek, chiqir ko'zlaridan yava mushukdek vahshiylik chiqib turadigan 40-45 yoshlar atrofidagi egiz bo'y odam alohida gavdalanib turadi. U o'rindan qo'pib oldiga o'tib, butun qo'shinga sapsilib chiqdi. Quyosh texi atigan bo'lishiga qaramay, kechining zulmat pardasini qayrib, go'yo qizil yog'liq chikkan qizdek jilva bilan sharq ufqni yoritgan edi. Gavdilik odam birdam turib olgandan keyin qo'shinga komanda berdi. Ko'pchilik, diqqat! Kiyinishi har xil, nerisi miltiqdan tortib, birisi kaltak cho'moqcha qurollangan dehqonlardan tarkib topgan bu qo'shin qaddini ruslab uning og'ziga qaradi. Atrofda bolalar va qeri cho'rlarmi bor edi. Andin gavdilik odam so'zini davomlashtirdi. Ko'pchilik, men Buzrukxon To'ram avatgan Qashqar 6 shaharning xoni Valixon To'ra bo'laman. Kutilmaganda qo'shin ichida birdilla varang-churung ko'tarildi. Valixon To'raning diqqatga undashlari hech kimning quliqiga kirmadi. Vaziyatni oldin mo'lcharlab ulgurgan Valixon To'ra allburunla tepkilik miltiq bilan qurollangan qo'g'dash qo'shinlarini atrofga o'rinlashtirib qo'ygan edi. Har qaysi qismlarning oraliqlarida yana patrullarmi bor edi. Ular hayva bilan ko'pchilikni tinchitdi. Valixon To'ra so'zini yana davomlashtirdi. 6 shaharni boshqarishni Buzrukxon To'ram menga topshirdi. Hozirdan boshlab hamma shahar yezilar menga bayat qilishi shart. Kimiki naqoyillik bilan bo'yin to'lg'aydi ekan, bundaq jahil boshlarni kesib, munar qo'piraman. Qo'shinga kirgan har bir musulmonning buyruqni rad qilish, o'z beshimchilik bilan chiqib ketish huquqi bo'lmaydi. Zo'rur tepilganda hamma odam jangga chaqiriladi. O'lganlar shahid, qolganlar g'ozi bo'ladi. Bugundan e'tiboran poytaxt Qashqar bo'ladi. Buyruq qilamanki, shu topning o'zidala Yangisarga qarab otlanamiz. Ondan ahvolga qarab buyruq beriladi. Hozir har qaysi pansatlar buyruq kutsin. Valixon To'ra Qashqar xalqining o'zini qo'llamaydiganligini bilatdi. Shunga odamlarni eng muhim o'rinlarga bekitib bo'lgandan keyin o'zini oshkorlab xon deb e'lon qildi. Öpkördeki yezilar uning ilkiga o'tdi. Amdi Valixon To'ra o'zining ishonchlik odamlardan tashkillangan qo'shinni Qashqarni qo'g'dashga qoldirib, Qashqar va Otish qo'shinlarining hujum nishonini Yangisarga qaratdi. Buzrukxon xo'jining nomi Qashqarni ishg'ol qilib bo'lgandan keyinla tilga ilinmadi. Shundaqla o'zimi ko'rinmadi. Bu hol butun qo'zg'olonchi ommani hayron qoldirsimu, ishning tegi taktini tushunmagachga gumonlanganlarmi ancha surishtirib ketmadi. Amdi Valixon To'raga agashkusi kelmay, tarqab ketimiz deyishi ham xiyol edi. Bu nuqtani Valixon To'ra allburunla o'ylab yetgan bo'lib, qo'shinni aldirabla necha qismga bo'lib, ishonchlik odamlarni pansatlikqa tayinlashining sababimi qo'shindagilarning ixtiyoriy tarqalib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun edi. To'xti, Kichik Axun, Hasan Turk qatorliqlar buningdan hayronlikqa cho'mib, qattiq cho'chidi. To'xti boshchiligidagi otish qismlari
piyoda qismga ayrilgan edi. Kechilik elishishda qo'lga tushgan qurollarning hammasi yig'ib olinib, o'zi tashkillagan qo'shinga tarqitib berilganligidan ajabsingan To'xti shu an kichik Axun bilan Hasan turklarni chaqirtdi. Ular kechikib bildiki, Rahimjon ilib kelgan xat saxta edi. "Isit, biz aldinibdiq", dedi To'xti achchiqdan yerilgudek bo'lib. "Uchiga chiqqan yovuz banditning yurtimizga besib kirib, xalqimizni bulang-talang qilishiga hamkorlashadigan bo'ldik. Endi qanday qilish kerakligini o'ylash uchun sizlarni chaqirdim. Biz xatolik o'tkazibdik. Tezdan tadbir qo'llanmasak bo'lmaydi." "Vaqti o'tdi", dedi kichik Axun umidvor holda. "O'tgan ishni o'rniga keltirgul bo'lmaydi. Hozir Yangisarga yurish qilish oldida turyapmiz. Yangisarni ilib bo'lgandan keyin yana yurish qilamiz. Valixon to'rining odamlari bu yurtning jo'rafiyalik o'rnini bilmaydi. Shunga urushga oldi bilan bizni silishi mumkin. Shu fursatda biz uning qo'l ostidan ayrilib chiqib, o'z oldimizga harakat qilayli. Biz xalqning orzusidagidek ish qilsak, xalq ommasi bizni qo'llaydi. Biz qanot quyruqimizni yetildirib olgandan keyin Valixonni supurib tashlaymiz. Qani Hasanjonning nima tadbiri barkin, aytib baqsin." Azaldilla odam taklif qilishga qo'shilmagan Hasan Turk faqat Buzrukxon to'rini taklif qilishga rozilik bergan edi. Endi ishning boshqacha bo'lib chiqishi kichik Axunning dastlabki qarshini isbotladi. Bu hol Hasan Turkni gumonlantirdi. Yana bir jihatdan dastlabda Buzrukxon to'ra ig'izga ilinib, keyin Valixon to'rining paydo bo'lishi uning dastlabki ko'z qarashini rad qiladi. Oxir Rahimjon ilib kelgan nomining saxta ekanligini jazmlashtirdi. "Birodarlar", dedi u jiddiy talaffuzda. "Rahimjon ilib kelgan xat saxta ekan. Biz aldinibdimiz. Bizlar emas, butun Qashqar xalqi aldandi. Valixon to'ridan iborat bu yovuz qaroqchi bizning qarorimizdan foydalanib, Buzrukxon to'rining nomini suiiste'mol qildi. Agar u Buzrukxonning nomini tilga olmagan bo'lsa-di, 1847 yili atiyozda qo'zg'algan xo'jalar yig'iliqida o'zlarining vahshiyligi bilan sisiq nomi purkatgan xo'jalarning birisi bo'lgan Valixon xo'jaga hech kim agashmagan bo'ladi. Endi keyingi qadamni kichik Axun o'ylagandek bosmay amali yo'q. Valixon hozirla bizni yaklab, o'lja olgan qurolnimi ixtiyorimizga bermadi. Uning g'aljirligi tutib, nurg'un begunoh ommani qirg'in qildi. Mening chidag'uchlikim qolmadi. Eng yaxshisi bo'linib ketayli." Ularning maslahati mushu yerga kelganda, dumboq urilib qismlarning Yangisarga otlanishiga buyruq tushdi. Aslida Hasan Turkning e'tiqodlari to'g'ri edi. Rahimjon Buzrukxonning nadaligini bilish uchun Valixonni izlab borganda, Valixon Qashqar chegarasida ozgina odamlari bilan parakandichilik tug'dirib, 6 shaharga besib kirib, odam to'plab to'polon ko'tarish uchun harakat qilyotdi. Ish o'ngdan kelmay uvisiga qaytgan Valixon to'ra Rahimjonni ko'rdi. Rahimjon ilib borgan xabarning nihoyatda muhimligini bilib, ichida xushal bo'ldi-da, necha kunlardan keyin o'zi bir parcha xatni tayyorlab, Buzrukxon to'ra nomidan Rahimjonga berdi. Rahimjon borgan kunlarda Buzrukxon to'ra Toshkentda bo'lib, bu ishlardan zodila xabari yo'q edi. Valixon to'ra xatni Rahimjonga beribla, o'zi darhol Qashqarga qarab yo'lga chiqib, necha kunlardan keyin chegaradagi birinchi qorovulxona ming yo'lga yetib keldi. Bu yerdagi birer yuzcha qorovul chiriklarni o'ltirib, chegirdan o'tib, yo'l bo'yi bir turkum odamlarni o'ziga tortdi. Har xil tabaqadagi bu kishilarning soni 300 ga yetmaydi. Valixon o'zini yo'shirib, nomini Buzrukxon deb oldi. Buzrukxonning nomini anglagan xalq hurmat yuzidan pul, ot qatorliqlarni tutdi. Shuning bilan Valixon odamlarini birdan otqa ega qilib, darvoza taqilishdan burun shaharga kirib oldi. Tun nisbidan o'tib, hamma odam shirin uyquga ketganda, belgilangan plan bo'yicha hujum qildi. Valixonning otish qo'zg'olonchilarining jang loyihasidan foydalanib, Buzrukxon to'rining nomini ko'tarib chiqishi unum bermadi. Bir kechadala
uning bayrog'i ostiga yig'ilganlarning soni necha mingga yetdi. Endi u kishilarning norozilik bildirishiga yo'l qo'ymaydi. Shundaqdimi, atush qo'zg'olonchilardan ehtiyot qilib, ularning to'liq qurollanib ketmasligi uchun jangda g'animat olgan qurollarni ilkiga ilib oldi. Uning niyati ularni hujumda oldida mandirib, qarshi tarafga yam qilib berish edi. Bugunmu Yingsarga qilgan yurishda To'xti Manju, Kichik Axun, Hasan Turkning qismlarini qo'shinning oldida minishqa buyurdi. Valixon to'rining o'yi boshqa bo'lsa-mu, qismning ruhi ko'tarangi edi. Qism Qashqardan chiqib ko'p mangmasdilla xabar Yingsarga yetdi. Qashqardagi qirg'inchilikning jarayonidan vaqiflangan Lava xalqi musibat qayg'usiga cho'mdi. Yingsar hokimi Shuan hamrohlarini agashtirib, panohlik izlab Yakanga qochdi. 14-bob tugadi.